Bu kechayam uxlamadim, bu hayotni ta'rifladim. Tonimda dard bilan bu so'zlarim sarfladim. Miyam 41-yilda lekin tanam qarimadi. Yolg'on yo'q bu zabonda haqiqatim arimadi. O'zini ko'klarga ko'targan o'zi inson, bir umr dard bergan aytilgan so'zi inson. Tupurgan yuzlarga burilgan yuzi inson, oriyatni nonushtaga yeb bo'lgan inson. Vaqtinchalik bu hayot oq qora rang, axir kimlarga qand tutgan, kimlarga taom taxir. O'g'illar otdaga ko'targan ovoz qaxir, yaqinlar begonadek begona yaqin naxir. Baxillar ko'p ekan harom to'lgan bu zamonda, ahillar yo'q ekan yolg'on to'lgan bu zabonda. Bog'bonlari ko'p ekan gulzordagi bu gullarni, qiymati nol ekan harom bo'lsa bu pullarni. Hiç kesi fikri kesik نیست غم نخور که خبری نیست قصه این زندگی هیچی. Bugungi laylalar dardi faqat pul bo'lsa, ularga baxt faqat qo'l to'la gul bo'lsa, sevgidan yongan majnun tuyg'ulari kul bo'lsa, ularga qiziqmas keyingi ma'qul bo'lsa, bu aholini ahvoli tema qilsa bir alkashni ravon yo'llarida, yama oyoqlari ham chalkashda sho'r peshonada, quyoshi ko'zlar oldi ham qamashdi qo'lda 20 ming puli opin budjet yo'l yamashdi. Qamashdi qahramonni, ko'tarsa haqiqatni ayblashdi bu zamonni, ko'tarsa haroratni yetimlari zo'rlangan bu makonda, haqiqatmi kambag'alni og'zi qon jemesa haqoratni. Qamayli gapirmayin chiqolmadim bu tuzimdan, so'zimda bor cheklov, men ham kuzatuvda zimdan. Tanam qahratonda qotib olov yonsa ham ichimdan, onam ko'z yoshi qoladi 4 misram bilan izimdan. با خودم حالم چه خوبه